ko'z oldi xiralashishi, rasmlarni ko'rganingizda chaplanib ketishi yoki bo'lmasam ko'zni tez charchashi, ko'z atrofi qovoqlarida og'riqni kuchayishiga shu bo'yin sohasidagi mushaklarda qon aylanishi buzilishi sabab bo'ladi. Asosan qaysi holatlarda kompyuterda uzoq vaqt mashina haydaganda, umuman bo'yinga nagruzka tushganda shu muammolar kuzatiladi. Bunda nima qilamiz? Bo'yin mushagini qanaqa yumshatamiz, qon aylashini yaxshilaymiz. Shu barmog'imizni to'rtta qilganimizda, bunday yonga qo'yganimizda mana shu o'rtada zatil deydi, S1 ya'ni Atlanta deyiladi, o'zi barmoq chuqurchaga tushadi. Ikkinchi kaftimizni qo'yamizda, sekin-sekin astalik bilan choch tugagan joyi, chunki atrofida limfalar bor, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sekin-sekin aylantiramiz. Va harakatimizni 1 santimetr u yoqqa, 1 santimetr bu yoqqa o'zgartiramiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Shundoq qo'yganda mana bu ko'rsatkich barmoq chuqurchaga tushadi. Bu S1 ya'ni Atlanta deyiladi. Bo'yin umurtqasini birinchi segmenti. Mana shu yerda sekin-sekin. Bunda nima bo'ladi? Shu mushaklarni qon aylanishi yaxshilanganda, spazm olganda o'sha xiralashish yo'qoladi, ko'z sekin kamroq charchaydigan bo'ladi, ko'rish ravshanlashadi. 2 minutdan massировать qilsa bo'ladi. Bu yerda ham og'riqli zona trigger nuqtalar bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarda ozgina ushlab qo'yib yuboriladi. Ozgina birdaniga qilinmaydi. Juda ham mushak qattiq bo'lsa, sekin astalik bilan qilinadi. Birinchi kundan qattiq bosim berilmaydi.